Assalomu alaykum hammaga. Qalaysizlar, tuzimsizlar, sog'liklar, charchamasdan. Ertalabdan men yana mana yo'lga tushishni boshladim. Buni o'ziga yarasha sababi bor albatta. Sizlar o'ylab turinglar, nima maqsadda yo'lga chiqqanimni. Men bo'lsa sekin tushuntirib boraman. Nima uchun yo'lga chiqdim va bugun vaqtimizni qanday o'tkazamiz yoki nimalar bilan mashg'ul bo'lamiz? Buni men sizlarga demak aytganimdek sekin-asta tushuntirib boraman. Bu yerda to'plangan o'zbek yigitlarimiz juda ham bir o'zgachada, boshqacha. Bunaqalarni uchratish qiyinda. Ular bilan birgalikda bir narsani rejalashtirganmiz. Yo'q, men maqsadim benzin qo'yish emas. Faqatgina benzin qo'yishni rejalashtirmaganmiz. Boshqa narsa bor. Bu faqatgina taraddud. Yo'lga chiqishdan oldin ozgina bakni to'ldirib olamiz. Shanba, yakshanba kunlari dam olish-ku, mazza qilib yotsa bo'ladi odam. Lekin mana shu dam olish kuni ham tinch o'tirishmaydi bolalar. Yong'oqni shaqir shuquriga qiziqadi degan gap bor-ku bizda. Vodiyda ham ko'p ishlatamiz bu narsani. Bizni bolalar men ham yong'oqni o'zidan ham shaqir shuquriga juda ham ko'p yaxshi qiziqamizda. Restoranga borib mazza qilib o'tirsa bo'ladi. Bugun masalan obedga yoki kechki payt. Yo'qda yo'q. Mana hozir men birga bo'lsin deyishganim uchun yo'lga chiqdim ertalabdan. Uyqudan turdim, kofeni damladim. Kofe albatta bo'lish kerak bolalarga. Kofeni damladim. Yo'lga chiqdim. Go'sht olaman men. Ertalabdan bitta akamiz qiziqda, qarang. Mazasi bor-da bu narsalarda, o'ziga yarasha gashti bor-da. Bitta akamiz ertalabdan Wochenmarktda yurishibdi ekan. Wochenmarkt shu nemislarda ham dehqon bozor bo'ladi. Kichkinagina haftada bir marta yoki 2 marta shahar markazida. U yoqda yurishibdi ekan, nima qidirishyapti deb, sariq sabzi qidirishyapti. Xo'p, ular sariq sabziga ketishdi. Yana bir 3-4 ta bolalar ertalabdan stol harakatida, hamma birgalikda ko'z tegmasin. Bugun xudo xolasa o'zbekona bir ajoyib yig'ilish qilamiz. Oilaviy bolalar bilan birgalikda xudo xolasa chiroyli bir o'tkazish niyatidamiz. Germaniyada turklar communitysi, ya'ni jamiyati juda ham katta va shu ehtiyojdan, talabdan kelib chiqib, bu yerda katta kichik shaharlarda demak turk kafe, restoran, mehmonxona va shuningdek supermarket hamda do'konlarni uchratib turishingiz mumkin. Va u yerdan biz uchun, ya'ni musulmonlar uchun kerakli bo'ladigan halol mahsulotlarni topishingiz mumkin. Ana shunday supermarketlardan biriga keldim hozir. Yoz supermarketidamiz hozir. Mana bu yerdan sabzavotlardan tortib, demak mevalargacha sotib olishingiz mumkin. Bu yerda mana ko'katlar svejiy holatda. Endi go'shtga o'tamiz hozir. Bizga asosan go'sht kerak. Bugun bir o'zbekcha chiroyli palov pishiramiz, xudo xolasa. Juda ham ko'plab supermarketlarda demak qo'shimcha mana bunday nonvoyxonalar, shirinlik do'konlari ish yuritadi. Mana pechkada svejiy tayyorlashadi. Xo'p, turk supermarketiga keladigan bo'lsangiz, demak qassoblar alohida qassobxonasi, mana bunday go'shtlar olishingiz mumkin. Mana shashliklarni ham tayyorlashyapti. Men atayin boshqa shaharga kelaman. O'zim Mainzda yasasamda, Wiesbadenga kelib, mana bu yerda go'shtlarni tanlab, o'zim ko'rsatgan go'shtni berishadi. Ayrimlar taniydi qassoblar. Tanigani uchun bugun ham angebot qilib, demak arzon narxda, biroz yengilroq qilib go'sht olib berishdi.
biz gaplashib olganimiz yo'q, lekin bu qaranglar. Bitta o'zbek kelib qoldi mana bu yerda ham bor. Kutilmaganda. Nima qilib yuribsiz bu yoqda? G'azali aka. Mana ular yong'oqni shaqir-shuquriga ishqiboz bolalar mana. Bularga ular qilib bu narsani olib kelib bersam bo'ldi mana. Videoga olib tursam bo'ldi. Men ertalabdan kelib olib, men bilan bu yerda nima qilyapti desam, mana stullar joylashgan, xudo xolasa. O'choqlarni joylashtirishib, mana sekin asta bozorliklar salqinlatishib. Shu yerda. Hamma shu yerda, bitta biz kam mana. Kofeni olib keldik, nonushtalarni boshlayveringlar bo'lmasam. Tayyorgarliklar mana hali avjida. Asta dam olishlar bo'lyapti bu yoqda mana. Mehnatkashlardan asosiysi mana bu asosiy kuch bu yoqda qozon boshida ekan mana. Oshlarni xudo xolasa boshlashdi bular. Qozon o'chog'ini keltirishdi xudo xolasa bolalar. Mana bola bizni povurimiz. Nima bo'lyapti o'zi bola bu yerda? Bo'lyapti? Oh. Xudo xolasa inshaalloh juda ham chiroyli bir osh bo'ladi. Asosiy mehmonlarimiz keyinga qadar hozircha mana dam olib o'tiribmiz. Oshlarni solib qo'ydik. Birozdan keyin demak hamma mehmonlar oilalarini olib asta-sekinlik bilan kelishadi. Mana bitta Frankfurtdan kelgan mehmonlarimiz bor ekan. Ikkita Frankfurtdan kelgan. Ala. O'zi nima haqida gaplashyapsizlar sizlar hozir? Umumiy mavzuda universitet mavzusida keyin Krankenkassa haqida. Krankenversicherunlar haqida. Qancha to'lanadi? Solishtiryapmiz. Qaysi arzon, qaysi ma'qul? Ana dolzarb mavzulardan biri bo'ladi. Hali bo'lmasa alohida balkim intervyu ham qilamiz. Boshqalarga bir foydasi tegadigan mavzularda gaplashib, xudo xolasa. Germaniyaga keladiganlar yoki kelib bo'lib muammosi borlar haqida. Bularni bilmayman nima haqida gaplashyapti ekan. Nima haqida gaplashyapsizlar sizlar? Shu Germaniyada hayot, ish, tajriba almashyapmiz. Siz kim bo'lib ishlaysiz? O'qituvchi bo'lib ishlaymiz. O'qituvchi? O'zbekistondan kelib Germaniyada o'qituvchi bo'lib ishlaysizmi? Yaxshi-ku. Gaplashaveringlar, men faqat shu razvedka qilib yuribman xolos, nima haqida gaplashyapti deb. Bizning mehmon Shavkat akasi Andijondan, xudo xolasa, u orqadagi odamni ko'p taniysizlar, tog'larda yurib, tog'da ham osh pishirgan, shashlik pishirgan ashi bola bo'ladi. Farg'onadan. Nima haqida gaplashyapsizlar sizlar o'zi? Tanishuv. Ha, sizlar birinchi marta ko'rishyapsizlar. Bu yerda mana O'zbekistondan mehmonlarimiz kelgan, amaki Humoyunni dadalari. Germaniya yoqyaptimi amaki sizga? Juda ajoyib, yoqdi. Bu yerda yashayotgan o'zbeklar haqida qanaqa tasavvurga ega bo'ldingiz? Tasavvurim juda yaxshi. Mana ko'rib turibman, bir-birlaringga mehrlaring yaxshi ekan. Allohim hamisha shunday bo'lsin. Ilohim. Bundan keyin ham ko'payinglar, hech qachon kamaymanglar. Bola chaqalaringiz vaqtiga sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Aytganingiz kelsin. Lekin meni bir tomoni vatanni unutmanglar. Ilohim, vatanni unutmaymiz. Mana o'shaning uchun birga mana bundoq qilib to'planishib, hammalarimiz eng kami oyda bir marta harakat qilamiz mana shunday to'planishga. Hamisha shunday bo'ladi. Bayramlarni ham birga nishonlaymiz. Inshaalloh. Mana shunaqa gaplar mana bu tomonlarda. Nima bo'lyapti aka? Siz nima telefonlar ushlab olib? Biz osh pishirmoqchimiz. Osh yemoqchisiz? Ha, o'tgan hafta shu ob-havo sababli Qurbon hayitini nishonlamadik. Shuni nishonlayapmiz. Juda yaxshi. Boshqalarni ham bir qaraychi. Men kim nima haqida gaplashyapti, shularni bilib yuribman-da. Menimcha sizlar gaplashmayapsizlar shekilli, sizlar ishlayapsizlar shekilli, ha? Nima bo'lyapti endi bu yerda? Yosh kattalar oshga, yoshlar xizmatga, xudo xolasa nasib. Mana akalar boshchiligida yaxshi kunlarni, hayitlarni nishonlayapmiz. Ha, rahmat. Hammaga rahmat mana.
oshlar bo'lyapti. Mana qaynab, chiroyli bo'lib, xudo xolasa hali oila a'zolarimiz ham kelishadi. Demak, birga tanovul qilib birga bayramlarni nishonlaymiz. Nozimjon, yaxshimisiz? Charchamasdan zerikib qolmayapsizmi? Yo'q, yo'q. O, amtda ichimliklar bor. O, amtda. Borib, bu narsalardan ichib, yeb, bayramgacha och qolib ketmaylik yana. Yo, bitta intervyu olib qo'ysam yaxshi bo'ladi-da sendan. Yo, masalan, sen Germaniyada yashaysan, to'g'rimi? Mana maktablarni bitirding, universitetlarni bitirding. To'g'rimi? Universitetni endi bitirasan. Endi bitiraman. Nechinchi kurssan hozir? Erste semestr. Erste semestr o'zbekchada nima bo'ladi? Erste semestr. Birinchi kurs. Birinchi kurs. Qiyinmi o'qish yo osonmi? Yo, endi hamma faoliyatlarga borsa oson. Ha. Men O'zbekistondan Germaniyaga kelib o'qishga kelayotganlar bo'ladi-ku, ularga qanaqadir maslahating bormi? Vorbereiten und nachbereiten. Nima degani u? O'qishdan oldin narsalarni tayyorlash kerak, keyin o'qishdan keyin ham bibliotekagami uyga borib, uyda dars qilish. Tinmasdan o'qish kerak, to'g'rimi? Hayot uchun kurash tinmasdan harakatdan iborat. Xuddi shunaqa. Ha, balli. Ishlaringga omad. Rahmat. O'qishlaring 5 o'sin doim. Demak, soat 12:30dan o'tdi. Mana aytilgan vaqtga asta-sekin mehmonlar kelib joylashyapti. Bir tomonga demak ayollarga joy qilindi. Bir tomonga bolalar uchun qurilish ishlari olib borilmoqda. Mana bu yerda mana o'zimizni mehmonjonlar yigitlar uchun joy tayyorlashyapti sekin-sekin. Yigitlar o'zimizga asosiy ishchi kuchi mana bu yoqda mana. Qozonni boshida har doim band qilganlar. Bular bu yerda fest anstellungda ishlashadi bular. Buni kim yasadi buni? Kim yasadi buni? Men o'sha odamni bitta video qilib qo'yay. Kim o'zi? Mana shu bolami? Necha kishi? Kim? Mana 2 kishi. Bu Buxorocha salatmi bu? Nima bu o'zi? Ha? Oddiy aytchi. Oddiy qanaqa? Achchu. Achchu? Toshkentcha bo'lib ketdi bu yoqqa achchu. Tilam kelmaydi. Achchu. Oshga tayyorgarlik mana ustlarini yopib chiroyli qilib qo'yishyapti. Yigitlar, asta-sekin dasturxonga marhamat ekan-a, tirikchilikni qilaylik. O, mana odamni qaranglar, mana o'zbeklar to'planib qolishdi mana. Mana shunda o'tirishdi. O'tirib olinglar, o'zi bitta o'qib olsin, O'zbeklar. keyin davom ettirasizlar. Kelin. Oramizda Ularga ham ayting. ayrim do'stlarimiz otalaridan, onalaridan ajralishgan ekan. Ular uchun hozir mana bitta chiroyli qilib Qur'on tilovat qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Ruhlari shod bo'lsin deb, albatta o'zimizni an'analarga xos va mos tarzda. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iloho amin. O'qigan Qur'on va dunyo bilimlarini yuksaltirgan so'zlar Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Mana bu yerda professionallar bor ekan, mana. Nima o'ynayapsizlar sizlar, bo'lar ekan u mazza-yu, ha? Mana bolalar mazza qilib, bolajonlar u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, keng maydonlarda mazza qilib yurishdi mana. O'ynash. Assalomu alaykum onalar.
Mana qaysidir bir ona o'g'lini yaxshi ko'rib kelgan, mana hozir bitta ona kuyovini yaxshi ko'rib mana kelyapti ekan. Qalaysizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi turibmiz. Germaniya taassurotlari qalay bo'lyapti? Germaniya taassurotlari o'ta yaxshi. Men sizlarni ko'rib xursand bo'ldim. Bo'lbaman hayotda ko'rishganimizga. Bu yerlar salqin. Siz Mir Abdullohning onalarimiz? Assalomu alaykum. Alayhissalom. Yaxshi yuribsizlar. Doktorlarga paxta qo'yib turmasak bo'lmaydi. Hamma yaxshimi? Ko'rib xursand bo'ldim. Mana hamma bir-biringlarni chaqirib, bayramlar tashkil qilib, baribir o'zbek yurtdoshlar boshqacha. Ko'nglingiz to'q bo'laversin. Biz bu yerda juda ham aql inoqmiz mana, ko'ryapsiz-ku. Qadriyatlar ham yaxshi. Ha. Qozon tovoqlar olib kelib, yaxshi salomat bo'linglar. Niyatlaringlar yetinglar, oliy maqsadlar keldinglar. Allohim mukammal ilmlar bersin. Ilohi. Ilmlar baland qilsin. O'zbekistonimizni kelajagi sizlarda. Nimanidir olib borasizlarda. Xudo xolasa. Bu kunlarga yetish oson bo'lmadi. Sabr kerak. Ha? Yaxshi. Ko'rinishlar yaxshi xursandman. Rahmat. Rahmat. Siz qachon keldingiz? Men kelganimda 14 kun bo'ldi. 14 kun. Olam nimalar bor? Taassurotlar. Katta. O'rmonlari, yashilliklar menga juda ham yoqdi. Ayniqsa bu yerda bir-biriga hurmat, juda ham yaxshi. Hech qanday bir-biriga bunday qo'pol harakatlar yo'q. Kulib gapirishlar juda ham meni jalb qildi. Hammasidan ham o'rmon, yashilliklar meni juda ham jalb qildi. Ayniqsa kecha mana Fransiyada bo'ldi 4 kun. Judayam yaxshi nima Mona Lisa muzeyi, keyin Versal saroyi, keyin yana nimaga bordik, nima Eyfel minorasiga bordik. Judayam katta taassurot qoldirdi. Judayam o'g'lingizni duo qilyapsizmi? Allohim hammalaringga sog'lik, Duo qilinglar. umrlaring uzoq bo'lsin, hammalaringga Xudoyim taolo baraka bersin. Ilohi. Oilalaring bilan tinch bo'l, qo'sha qaringlar. Ilohi. Hamisha shunday. Rahmat. Bular endi birinchi marta kelishyapti. Avvaliy siz nechi marta keldingiz? Ha? Sirini ayting, sirini. Siri cheksiz desam, farzandlar diydorida baribir. Ha? Farzand diydori, lekin mana shu farzandlarimiz shu yerga kelguncha ham ancha muncha mashaqqatli Albatta. nimalar bo'ldi, chunki juda ham ko'p o'qishdi, intilishdi. Birinchi qizim kelgan. Ha? Hamma aytishgandi, qiz bolani qanaqa qilib yuborgansan deb. Lekin ishonch, самый главный ishonch. Uni orqasidan mana o'g'lim shu yerda, iloyim qilib o'zlaridan ko'payib, sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Men nima deyman? Juda ham taassurot zo'r. Birinchi kelganimizda ham baribir farqi bo'ladi, baribir. Shular orqasidan dunyo ko'ryapmiz. Shular orqasidan dunyo ko'ryapmiz. Bilmaganimizni o'rganyapmiz. To'g'risi, bilim olishga hali ham qiziqib yotibmiz. Mana nemetskiyni ham O'rganyapsizmi? Ozgina-ozginadan, chunki nevaralar qo'yishmayapti o'zi. Mayli ish qilib biza nima desam ekan, har bir kelganimizda juda ham xursand bo'lib ketamiz. Siz umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bu yerdagi qadriyatlar, bular hali birinchi kelishgan. Men necha marotaba guvoh bo'lganman. Juda ham kuchli, juda ham kuchli. Har bir taraflama. Iloji bo'lsa mana shunday uchrashuvlarni iloji bo'lsa bir oyda mayli har 10 kunda bir marta bo'lsa tashkil qilinadi. Diydor shirinda. Diydor shirin mayli. Mana shu yeguliklar ham kerak emas. Faqat bir-birlarini uchrashinglar, bolalar bir-birini ko'rsin, hangama qilsin. Biz 6-10 kishi bitta joyda ishlaymiz. Har kuni ko'rishamiz. Har hafta oshimiz bor. Yo, yana bitta narsa aytmoqchi edim. Mana o'choq, qozon, o'zimizda milliy ovqatlar qilinyapti. Ayrim narsalar uyda qilinyapti. Menda bitta taklif bor edi, o'shani lekin Omonjonga ham aytganman, rasmlarni ham tashlaganman. Ko'chma somsalar qiladigan tandirlar bor-da. Tandir. O'shalarni agar tandir, o'choq, tandir olsalaringiz juda yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Hamma ayollar uyda tayyorlab keladi, bu yerda nima? Mana o'tin qislarda serob bo'lsin. Shundoq issiqqina tandirdan uzilgan somsaga nima yeysiz? Bo'ldi. Kelasi safarga Xudo xolasa hozir aytaman, davay ber deyman. Birinchi bo'lib sizni kuyovingizni olaman.
Пожалуйста, men kuyovimga rasm ham tashlaganman. Xohlasalaring o'zim ham dastavka qilib Bo'ldi. Bu Toshkentdanmi? Bor, ha. Tamam, olib keltiramiz. Yo'q, sumalak emas, tandir o'choq. Non yopsang. Non yopib yoki somsa qilsa bo'lar ekan. Qilsa bo'ladi. Uyushtiramiz xudo xolasa. Sumalak uyushtirish kerak. Aha. Suhbat uchun kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p, rahmat. Safarlaring bexatar bo'lib, fayzli o'tsin. Hop. Sizlar kattalar mana shu yoshlarga o'rnak bo'lib, shularga yo'l yo'riq ko'rsatib, hammasi nima bo'yicha. Ilohim ishqilib umrlaringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'linglar. Ilohim, rahmat kattakon. Xo'p, sog' bo'linglar. Xo'p, bizda yangi mehmonimiz bor bu yerda. Mana 3-4 safardan biri biz bilan birgalikda doimo o'zbek jamoasida qo'shilib, bizning madaniyatimiz bilan tanishib, nima qiladi, o'tiradi. Abi, bizim o'zbek community haqida fikrlaring ne kadar? Fikirler güzeldir. Özbeklerin, çünkü kendim de bunların arasında olduğum için eşimle birlikte Özbekler hemen hemen Almanya'da 18.000 tane yaşıyor. Tabii Almanya'nın içinde dağlıklar bunlar. Yani kendilerini bir organizasyon kurarsalar, kendi çocukları, kendi öz dili öğrenmeleri lazım. İnşallah, yapacağız inşallah. Özellikle yani değer verdiğim kendi evde çocuklarına Özbekçe de konuşun. Aha. Almanca değil. Yoksa çocuklar öğrenemezler hayatta. Kendi geldiği memleketi unuturlar. Buna çok büyük önem vermeniz lazım. Çok teşekkürler abi. Ben de teşekkür ederim. Mana qarang, mana bitta 30 tasi to'planib olib, nima qilyapti bilmayman bular. Nimaga harakat bo'lyapti ey bolalar hozir? Salatni solyapmiz, oshni buzamizmi, povur? Go'sht yeymiz, go'sht. Bering ha. Qalay bo'lyapti ish qilib? Zo'r. Inshaalloh. Pichoq bordi bittani. Qo'ydi vorasizlar, men bir video olib qo'yaman oshlardan ham chiroyli qilib. Mana shunaqa qilib, mana o'tiribmiz o'zbeklar. Germaniyaning Mainz shahridamiz. Asosan demak Mainzlik va yon shahrimiz bor yonimizda, Wiesbaden. İkisi ham demak viloyatlarning poytaxti sanaladi. Bundan tashqari bugun bizni tadbirimizga demak Frankfurtdan ham mehmonlar kelishgan va tadbirimizni juda ham fayzli qilib o'tirgan mehmonlarimiz bor. Mana otalar hamda bundan oldin ko'rdilaring, onalar bilan suhbat qildik. Juda ham bir chiroyli tarzda o'tyapti. Mana salatlar yo'l oldi asta-sekin ayollar tomon. Xudo xolasa hozir osh suzishni boshlaymiz. Ilohim barakasini bersin, sharmanda qilmasin. Bismillah. Oshpazimiz sharmanda qilmagan aka. Boshladik-ku Xudo xolasa. Guruch nima deyapti? Oshpaz guruch. Guruch voydot deyapti. Voydot deyaptimi? Qani bitta sakratingchi? Hali unda uchirib tashlaydi-yu. Hali sakrati deganda. Qarang. Men oshpazni qaranglar, profillarga o'xshaydi, hali to'yxonada osh qiladiganlarga o'xshaydi, tavba. Qozonni bir chetiga tog'lar qistirib qo'yib, mana qaranglar. Nafaqat bitta, balki ikkita qozonda bo'ldi bu safar. Chunki davramiz asta-sekinlik bilan kengayib boryapti. Bu davrada albatta siz ham bo'lishingiz mumkin, xudo xolasa. Istalgan paytda tadbirlar, o'zbek bayramlari bo'ladimi yoki bo'lmasam shunchaki bir oshlashlik maqsadingiz bormi? Bemalol Mainz, Wiesbadenga kelishingiz mumkin. Chiroyli tabiat ostida. Sovuq kunlarda esa zallarni ijaraga olamiz va birga mana shunday to'planish tadbirlarini o'tkazib boramiz. Mana abrot bu yerda, kelin. Bu yerda endi yoshi kattalarni bobo deb o'rgatsak bo'lar ekan. Bugun uxlanma. Buva deb kelib tursa, yosh bolalar. Mana bu o'zbek to'y oshi bo'ldi, xudo xolasa.
mazasi haqida hali yana bitta intervyu qilamiz. Qani kelgan mehmonlardan so'rab ko'ramiz. O'zbekistondan kelganlardan. O'zbekiston oshiga o'xshadimi, yo'qmi deb. Qani ularning fikrini bilaylikchi. Biz bu yerda doim yeb yurganimiz uchun bir kishining qo'lidan biz uchun mazza osh bo'ladi. Qani mehmonlar fikri qanaqa bo'lar ekan? Men bilan qaranglar mana. Bular qassoblar ekan bular mana. Mamta salat tarqatuvchi ham bor ekan mana. Bular mana shunaqa qilib birga ahillikda ishlaydi mana. O'shaning uchun bunaqa tadbirlar bo'lib turadi. Bunaqa bo'lmasa, sanqil bo'lsa qayerda bo'ladi bu? Mana salat ketdi mana xudo xolasa. Dasturxonga qarab. Mana ikkinchi qozonni ham ochdik. Xudo xolasa oshlar. Nasib qilsa mazasi ham juda ham chiroyli bo'lgan bo'lishi kerak. Mana Bu bola qaranglar, bu bola professional hammasi. Qassobga o'xshaydi. hovlarga kelganda Professionallar. O'zi sizlar nima ish qilasizlar? Shuhrat? Keyin ilgari ishlaganmiz aka. Gastronomiyada bilamiz. Qassobchilik qilganmisiz? Qassob qilmasak ham biz shuni ishlaganmiz. Hozir nima ish qilasiz? Hozir o'qituvchilik. O'qituvchilar qilayotgan ishini qaranglar, o'qituvchilar mana. Ular ekan, uka sizchi siz? Ho aka. Nima ish qilasiz o'zi? Kasbingiz nima? Kasbim profil dedingiz. Sharoitga qarab, videoning nimasiga qarab, zritellarga qarab. Xo'p. Yellikka qiziqadigan Hozir nima ish qilyapsiz? Hozir mana oshpazlik qilyapman. Xo'p, bundan keyin dushanbadan boshlab nima ish qilasiz? Dushanbadan boshlab mana shu sochim oqarishiga harakat qilaman aka. Asablarni buzib. Aniqlik kiriting. Ha, o'qituvchiman aka. O'qituvchi. Ha. Maktabda dars berasizmi? Shunday, ha, maktabda. Qanaqa maktabda? Boshlang'ich maktabda. Yo'q, chet elliklarga dars beramiz. O'zbeklarga ham beraverasizmi? Farqi yo'q. Sizga aloqaga chiqsa bo'ladimi? Germaniyaga kelaman deganlar? Yo'q. Nimaga? Vaqtim yo'q. Vaqtim yo'q, pulim anaqa deng, ha? Shunday. To'g'ri, to'g'ri. Nozimjon, Yolg'on va'da bergandan ko'ra va'da bermagan yaxshi. To'g'ri. Men ham shuni deyman hammaga. Siz nima qilasiz, aka? Yo'q, biz ham sharoitga qarab. Siz ham sharoitga qarab ishlaysizmi? Ha. Bo'lar ekan. Hozir ayni damda nima ish qilyapsiz? Ayni damda shu nima qatori boshqaryapti. hech ish qilmayapman. Men bilan o'xshab turibman-deng, mana. Bo'ladi. Zo'r. Biz bir-birimiz bilan mana shunaqa hazil-huzul bilan xullas kalom hazillashib gapirib, vaqtni juda ham bir chiroyli o'tkazamiz-da. Bismillah, ketdi oshmon qarang mana. Subhanalloh. Mehmonlarga hamda qilib osh ham berib yuborishar ekan bular. Bo'lar ekan mana. Birlikda mana harakat boshlandi, xudo xolasa, inshaalloh. Birlikda ketdi mana. Bismillah. Onalardan boshlaymiz, xudo xolasa, onalardan. Qani endi o'tirib sekin oshga harakatni boshlaylar endi. Osh haqida alohida intervyu berasizlar onalar. O'zbekistonda yegan oshlaringga o'xshaydimi yo'qmi? Chunki biz bu yerda yeb yurib, zo'r ekan deb yuramizda. Kela xoladan ham olavering. Xuddi shunday qilamiz. Qani hali so'rayman kelib. Bular patsvet, qaranglar, shimlarini rangigacha bir, kepkalarini rangi ham bir ochkili qo'ndirib olganlar. Ochkili qo'ndirib olgan. Qara bularni birga. Yo bismillah. Rasmga ham olib qo'yaman, qarang yana bo'lmasa. Zato xizmat qildimmi aka? Bo'ladi, hisob. Xizmatni men olaman-da, menga qarang. Qani amakilardan boshladik, bismillah. Boshlaylik. Assalomu alaykum. Qani? Yo'l yaxshi, nima? Bizni oshni bir ko'rasizlar, qani qanaqa bo'lar ekan. Yana kim bor? Kim keladi? Tova keladi. Qo'ying, ha. Sekin qo'yaveramiz. Mana dasturxonni qarang, o'zbekona, o'zimizga mana. На переправить не меняем. Короче, o'sha topshir deymi bo'ldi. Topshir kimsiga asas kelishi mumkin. Javob O'zimizlar qaranglar endi mehmonlarga yediringlar oshni.
rahmat tegili mana. Hier ist es zweimal. Ben geçtim değil mi? Benden Mehmonlarni bir muhrlab qo'yamiz endi mehmonjonlarni. Muhrlab chiroyli qilib videoga olib qo'yamiz. Hamma tirikchilik payida mana xizmatdagilar doimo to'g'rida mana yumshoq eng qulay joylarda mana yonboshlar yumshar ekan bular. Mana bu mana ajoyib kun bo'ldi mana Xudo xolasa. Musaffo osmon ostida. Bilmadim hamma Qozonda boshida nima bo'lyapti-yu, omali men bitta mana Düsseldorfdan mehmonimiz kelgan doktor, vrach boru, terapevt Shavkat akasi. Mana bu yerda mana Frankfurtdan yana bir Furqatbek mehmonimiz bo'lishdi. Frankfurtdan bular ham adashmasam vrach bo'lishlari kerak. Bugungi tadbir haqida nima deysiz? Tadbir juda zo'r bo'ldi. Tadbirni tashkillashtirgan hammaga katta rahmat. Shu yerdagi o'zimizni qora ko'zlar, o'zbeklar uchrashdik, suhbatlashdik. Germaniyadagi hayot qanday kechayotganligi, uni yaxshi tomonlari, shular haqida gaplashdik va juda zo'r taomlar tayyorlandi. Tayyorlaganlarga ham katta rahmat. Alloh hammasini ishlarini rivojini bersin, oilalariga tinchlik, xotirjamlik, baraka ato etsin. Rahmat, sog' bo'ling. Shavkat akasi, siz nima deysiz endi? Alhamdulillah, mana mashina qilib ko'p o'tirib tursak bo'lar ekan. Düsseldorfdan 20 kelaverasiz, Xudo xolasa. Kelaveramiz. Yaqin chehralarga yoniga hamisha yaqinda kelaveramiz. Uzoq dedingiz. Bahona qidirmaysiz-ku. Men ham doktorman, ham o'qituvchiman o'zim. Aslida ustozim desam bo'laveradi, o'qitmagan bo'lsa ham. O'qiting desam o'qitmayapman mahallaga. Bo'ldi endi. Rahmat, sog' bo'ling. Amak mana sayr sayohat qilib o'zbeklar bilan suhbatlashib yuribdilar. Amaki, osh qalay bo'pti? Osh o'xshabdimi yo? Osh juda zo'r bo'pti. Qovurga mingdan bir rahmat. O'zbekistonda oshda hech qanaqangi farqi yo'q. Ha? A'lo darajada. Uni kami ko'z deb bo'lmaydi hech qanaqangi. Bugungi tadbir qalay bo'ldi endi sizga? Bugungi tadbir ham kutganimdan ziyoda bo'ldi. Men bunaqa tadbir bo'ladi deb xayolimga ham keltirmagandim. Mana shu O'zbekistondan keldim. Shunaqa degandan keyin hammayni borib ko'ray qanday degan maqsadda kelgandim. Mana bu tadbirni ko'rib rosan ham xursand bo'ldim. Sizlarga rahmat. Mana shu tadbirda tashkil etilgan insonlarning hammasini otasiga rahmat. Siz ham kelib bizni davramizga fayz qo'shdingiz. Sizga ham katta rahmat. Salomat. Safarlaringiz bexatar bo'lib, sermazmun o'tsin. Shunday bo'lsin. Rahmat. Hammalaringizga oilalaringizga tinchlik, totuvlik. Rahmat. Siz qandoqsiz? Charchamadingizmi? Yaxshi, rahmat. Mehmonlarga atrof chetlar ko'rsatib yuribman. Yaxshi-da. Gitlik qilib. Bo'ladi. Zo'r. Charchamanglar. Bugungi tadbir demak mana shunaqa chiroyli bir shaklda o'tyapti. Bundan buyog'i Xudo xolasa jamiyatimiz asta-sekin, ya'ni o'zbek community bundan buyog'iga Xudo xolasa kengayib, fayzga, barakaga to'lib boraveradi degan niyatdamiz. Bolajonlar juda ham ko'payishgan, bundan ko'z quvnaydi. Bilmadim, bir 50 ga yaqin kichik bolalar ham bo'lishdi. Bu albatta juda ham quvonarli hol biz uchun. Hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi efirimizga yakun yasaymiz. Bugun Mainz shahridan ajoyib tadbir, ya'ni nima Bobur? Hayit, Qurbon hayit
bayramini sizlarga taqdim qildik.